Uzun CSS dersligi 16-cı qism CSS ulanish. Ulanish uslubini belgilash. Ulanish xat kuchi A'ninki 4 bo'lib, ular tovanligicha, ya'ni A'ning odatdagi ulanish. Bu odatdagi ulanish deganimiz, masalan, misolga ziyorat qilmagan holatga shu ulanishli bo'lsa, shuni oldi. Anki A visit. Men bu ulanishni bir qatim biz chekib o'tgandan keyingi oldi. Andan keyin A hover mouse strelkasi ustiga kelgan holatga ulanish, masalan, mouse strelkasini ustiga kelsam, qo'l belgisi ko'rindi. Shu vaqtga oldi. Anki aktiv ulanish besilgan vaqt, masalan, shu ulanishni qo'l belgisi kelganda mousening sol knopkasi bilan birini chekkan vaqtimdagi oldi demakchi. Shu 4 xil holatni aniqlab berishga bo'ldi. Bunun kodini ko'rgan bo'lsak, masalan, mana ziyorat qilmagan ulanish, mouse strelkasi kelganda mush paytda besilgan ulanish deb, buningki 4 xil shu xatningki rangiga 4 xil holatga rangiga aniqlab bergan. Anonki bu aniqlab berganda tuvanlik qoidaga cho'qim amal qilamiz. A hoverni cho'qim A link bilan A visitdan keyin shiltimiz. A aktivni cho'qim A hoverning keyiniga qo'yamiz. Anonki ko'p qo'llanilgan ulanish uslublardan text decoration xarakteri orqali ulunishdagi ost siziqni yo'qitamiz. Masalan, text decoration no'ga ahvolida ost siziq qo'yilmaydi. Ammo bu qimmati underline bo'lgan vaqtda ost siziq qo'yildi. Anki buningki yan bir xarakteri background color xarakteri, ya'ni ulunishningki tag rangini belgilash. Buningdimi o'xshamagan 4 xil holatga buningki tag rangini belgilash bo'ldi. Mana misol qaraydigan bo'lsak, masalan, A link deganimizningki tag rangi mayda berilgan. Buningki mana bu ost siziq qimmatiga qanday bo'lganligiga qimmat berilgan ahvol ostida buningki ost siziqi mayda chiqadi. Agar biz bu yerda mana bu text direction now degan qimmatni kelib mega bergan bo'lsak, asldagi oltiga betni yangilgandan keyin mayda ost siziq chiqmaydi. Anandaki mana bu hover, mana ustiga kelgan vaqtga buningki rangi bilan mana ikki rang o'xshashmaydi. Buni qaraydigan bo'lsak, masalan, mana bu tag rangi o'zgarib, buningki unumi o'xshashmagan holatga chiqdi.